Assalomu alaykum, kuninglar xayrli o'tsin. Tunikafon qilgan joylarimizdan bitta, ikkita bo'lib shunaqangi tunikafonlarimiz oshib qoladi. Shuni biz juma aksiyasi qilib obunachilarimiz ichida bo'lsa ham, yo obunachilarimizni tanishlari bo'ladigan bo'lsa ham, sharoiti og'ir insonlarga bekarga qilib bermoqchimiz. Bizga bemalol aloqaga chiqinglar, faqatgina payshanba kuni bir kun qabul qilamiz. Juma kuni shu o'zimizning yashash hududimizda, ya'ni Andijon viloyati Asaka tumanidan yaqinroq bo'lgan joyga bekarga ustanovka qilib beramiz. Payshanba kuni qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz, juma kuni borib o'rnatib beramiz. Bularni yetmaydi baribir. Bulardan foydalanib, biz shu qaysi fasonga tunikamiz chiqsa, shuni olib boramizda kam ko'stiga sexdan yangi tayyorlab turib, buni qo'shib yuboramiz. Bemalol tortinmasdan aloqaga chiqinglar, xudo xolasa ishinglarni chiroyli qilib bitkazib beramiz.